Kelinglar bugun sizlar bilan O'zbekistonda 4 kishi uyda oddiy ovqatlanib ko'ramiz. Qani necha pul bo'lar ekan? Desertlari hamma yo'g'i bilan birga. Bu pitssalarni juda ham ko'p blogerlar maqtashgan. Qani men ham yeb ko'raman, sizga baho beraman deb chaqirtirdim. Chaqirtirgan paytimni o'zida 1 soat va 50 minutda pitssalarimiz yetib keldi. Birinchi minut shu bo'ldi. Bu pitssalar nomini aytmadim. Agarda siz bilgan bo'lsangiz nomini kommentariyaga yozib qoldirib qo'ying, lekin mazasi to'g'risi menga yoqmadi. Unaqa zo'r emas ekan, o'rtacha ekan. Ichida shunaqa loyalar ham bor ekan. To'g'risini aytsam, bu pitsani o'rtog'im zakaz qilgan edi. Mana shu ikkinchisini men zakaz qildim. Ikkinchisi menga sal bo'limeni xullas bo'ldi. Unaqa u ham zo'r, vau bas ekan, lekin maqtashganda O'zbekistonda eng zo'r pitssa deyishuvdi. Unaqa lekin bo'lmasga o'xshadi. Siz yoqtirgan pitsani ham nomini yozib qoldirib qo'ying. Men har doim ovqatlanayotganda kari soklarni ichaman. 100% tabiiy sok, shakarsiz. Eng zo'r soklardan hisoblanadi. Kelinglar, общий narsani hisobini qilib chiqamiz. Mana bu desertlarni lekin boshqa joydan zakaz qilganman. Bu desertlar uyda qilinishar ekan. Uyda shunaqa desert qiladigan odamlar bor ekanki, men hayron qoldim. Ko'chada desert yeb yuribmiz ekan deb orasizlar bor, chunki uyda tayyorlaydiganlar juda ham yorvorishar ekan. Bu hozir yeyotgan narsalarim общий hammasi 4 kishilik. O'shani hisobini olinglar-da, keyin hisoblab chiqinglar, kommentariyaga yozib qoldirib qo'yinglar necha pul bo'lganini. Bu videoda eng yaqin o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying, kino ko'ra, pitssalar tiqib, shunaqa shirinliklar bilan o'tirishlik. Hammasi bo'lib 1 million 70 ming bo'ldi. 1 million 70 mingga sizlar nima olib yegan bo'lardingiz?